Assalomu alaykum. Счёtimizni ahvoli hozir yaxshi emas. Hozir mana slip bo'lish arafasida desam bo'ladi. Mana 20% dan kam bo'lsa уже yopishni boshlaydi. Yopishni boshlagan ekan endi allaqachon. Tak. Ko'plab pozitsiyalarni уже yopishni boshlagan. Yigirma beshta tepaga ochig'ida. Grid strategiyani minus tarafi mana hozir praktikada ko'rishimiz mumkin. 4160 dan ochilgan pozitsiyalar mana 200 lar tushganda shuncha kuchi shungacha yetgan. Demak, bu strategiya yaxshi emasligini yana bir marta isbotlayapti. Demak, savdo tarixini jadvalga o'tkazdim, pozitsiyalar. Bu demak, kommentariyalar bo'yicha har bir grafikka qo'yilgan robotlar. Mana bunisi strategiyalar. Bu yerda mana birinchi yil boshidan 10 kun ko'radigan bo'lsak, grid strategiya endi ishlatilish boshlangan. Jadvalni boshiga o'tkazib qo'yay. Mana break grid bog'lanmagan ekan. Tak. Demak, birinchi 10 kunlikda breakout strategiya plyusda bo'lgan, grid endi ishlatilish boshlangan plyusda bo'lgan. Yanvarni ko'radigan bo'lsak, grid strategiya haqiqatda foyda ko'p berishi mumkin ekan. U vaqt demak vaqtincha bo'lar ekan. Ya'ni $100 dan boshlangan bo'lsa, broker kredit bergan bonus taxminan $200 depozit bo'lgan, endi sredstva bo'lgan. Demak, shuncha foyda bo'lgan grid strategiyada yanvarda. Demak, breakout strategiya haqiqatda ham minus natija bermadi. Bu breakout strategiya faqat USD JPY da ishlatilyapti. Mana bu jami 28 ta soni. Demak, plus bilan yopilganlar bitta ko'p.
fevralga o'tadigan bo'lsak, fevralni demak bugungi kechagi kungacha ko'raylikchi. Hali biz bilan yopilmagan vaqtgacha mayli oxirigacha ko'ramiz. Demak, grid katta minus bilan yopildi. Grid pozitsiyalar depozitni slave qilgan strategiya ham shu bo'ldi. RSI moving average strategiyamiz ham yaxshi ishlamadi. Shu 2 oy ichida balkim hozirgi narx harakat holati bu strategiyaga to'g'ri kelmasligi mumkin. Keyin ruchnoy ochilgan pozitsiyalar ham minus bilan yakunlangan. Bitta plus bilan yakunlangan strategiya bu breakout strategiya bo'lyapti. Breakout strategiya bu USD JPY da JPY da yana RSI ham bo'lishi mumkin. USD JPY da demak ikkita strategiya ishlayotgan ekan. Xullas bu strategiya ertalab ma'lum bir vaqtda buy stop sell stop ochiladi. Take profit stop losslar bo'ladi. Agar ular bo'yicha yopilmasa, vaqt bo'yicha ma'lum bir soatga yetganda yopiladi. Xullas keyinchalik shu strategiyaga demak urg'u bersak bo'ladi. Qo'shimcha boshqa strategiyalar o'ylab ko'rish kerak. Keyin yana sinab ko'rsak bo'ladi.